Assalomu alaykum, efirda yangi davr informatsion dasturi. Mamlakatimizda orfan kasalliklarini erta aniqlash, diagnostika va zamonaviy davolash imkoniyatlarini kengaytirish, yuqori texnologiyali tibbiy xizmatlarni rivojlantirish hamda bemor bolalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasida kam uchraydigan orfan kasalliklar profilaktikasiga bag'ishlangan 3-milliy konferensiya o'tkazildi. Orfan kasalliklari kam uchraydigan xastaliklar turkumiga kirib, dunyo bo'ylab 300 millionga yaqin inson bundan aziyat chekmoqda. Mazkur konferensiyaga ilk bor xalqaro ekspertlar taklif etildi. Mutaxassislar noyob kasalliklarni erta tashxislash, zamonaviy davolash usullari va yangi yondashuvlar yuzasidan fikr almashdi. Biz konferensiyada hamkasblarimiz bilan birgalikda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi, xususan ona va bolani muhofaza qilish milliy markazi vakillari sifatida ishtirok etmoqdamiz. Bugun orfan kasalliklariga oid juda ko'plab masalalar ko'tarilmoqda. Davra suhbatida ham ishtirok etdik. Ma'lumki, Qirg'iziston aholisi 7 milliondan ortiq. Har yili 130 mingdan ziyod chaqaloq dunyoga keladi. 2022-yildan e'tiboran respublika bo'ylab barcha yangi tug'ilgan chaqaloqlar skriningdan o'tkazilmoqda. Orfan kasalliklari bo'yicha bizda ham noyob kasallikka chalingan bolalarni moliyalashtirish bilan bog'liq muayyan muammolar mavjud. Shu bois bugungi konferensiyada muhokama qilinayotgan barcha masala va muammolar biz uchun juda dolzarb hisoblanadi. Konferensiyada orfan va irsiy genetik kasalliklarga chalingan bolalarni erta aniqlash, aniq tashxis qo'yish, tibbiy ijtimoiy yordam ko'rsatish hamda mahalliy shifokorlar malakasini oshirish masalalari muhokama qilindi. Konferensiyaning maqsadi O'zbekiston Respublikasida orfan kasalliklari bilan og'rigan bemorlarga ko'rsatilayotgan tibbiy yordamni takomillashtirishdan iborat. Hozir bo'lib o'tgan davra suhbatida qarindoshlar o'rtasidagi nikohlar muammosiga alohida e'tibor qaratildi. Afsuski, tug'ma kasalliklar qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarda ko'proq uchraydi. Bu borada keng tushuntirish ishlarini olib borish ehtimol avvalo kattalar emas, bolalardan boshlanishi kerak. Chunki bolalar ulg'aygach qarindoshlar o'rtasida nikoh qurish mumkin emasligini anglab yetishlari zarur. Zero bunday holatda kasal farzand tug'ilish xavfi bir necha barobar ortadi. Buning oldini olishga esa faqat qarindoshlik nikohiga kirishdan avval chuqur va atroflicha tibbiy tekshiruvdan o'tish orqali erishish mumkin. Shunda insonlar o'z oilasida qandaydir tug'ma kasalliklar mavjud yoki mavjud emasligini bilib oladilar. Qayd etilganidek, so'nggi yillarda nomukammal osteogenez va Gaucher kasalligiga chalingan bolalarni davolash, ularni dori vositalari bilan ta'minlash hamda erta tashxis bo'yicha qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, orfan karvoni haftaligida 340 nafar bola tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Xrustal bolalar aksiyasi doirasida 150 nafar bolada murakkab operatsiyalar bajarildi. Shuningdek, mahalliy shifokorlar uchun 500 dan ortiq mahorat darslari tashkil etildi. Bu maqsadlar uchun qariyb 30 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Quvonarlisi, Gaucher kasalligi bilan ro'yxatda turgan bemor bolalarni davolashda qo'llaniladigan dori vositasi ilk bor O'zbekistonga olib kirildi. Orfan kasalligi dunyoda 7000 ta turi mavjud. Faqat insoniyligi juda ham kuchli bo'lgan, ijtimoiy yo'nalishda juda ham katta ishlar olib borgan davlatlargina davlat dasturini qabul qilganlar. Bu nima degani? Misol uchun bir tashxis Gaucher kasalligi bilan kasallangan kasallarni oladigan bo'lsak, ular O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda 12 ta. Ya'ni bular 12 tagina demasdan bizni davlatimiz o'sha davlat dasturiga kiritilib, ularga alohida davolash bo'yicha yo'nalishlar olib borilmoqdaki, bir flakoni 1800 yevro turadigan dorilarni bemor bolajonlarimizga bepul davlat byudjeti tomonidan yetkazilib berilmoqda. Nomukammal osteogenez kasalligi bilan ham bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi shug'ullanmoqda. O'tgan yillari Koreya, Germaniyada o'tkaziladigan jarrohlik amaliyotlarini hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida bepul teleskop stерженlar olib kelinib, hozirgi kunga qadar 2 yil ichida 70 ta bolaga shu noyob operatsiyalarni o'tkazdik. Konferensiyada orfan kasalliklarini davolashning jahon tajribasi, zamonaviy yondashuvlar va murakkab amaliyotlarda qo'llanilayotgan ilg'or usullar muhokama qilindi. Xorijlik mutaxassislar ma'ruza va taqdimotlar bilan ishtirok etdi. O'zbekistonda bu borada amalga oshirilayotgan ishlar va ularning natijalari tahlil qilindi. Maqsuda Shirinboyeva, Rahmatilla Qudratov, yoshlar.